eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Boshqarma boshlig'i. Yo'q, nima ish oldi? Yana bir aloqachimizdan ayrilib qoldik. Qani ko'rib baqing. Ha, mayli. Endi shunday bo'lsin. Bu yoq aloqalash boshqarmasidagi Libash. Yaxshimsiz? Bu yoq yarasti ishchilar uyushmasining mas'uli Yo'ldosh Yusha. Yo'ldosh Yusha. Cho'ngching yarasti partiyasidagi yo'ldoshlarning bizga qilgan g'amxo'rligiga hashqalla. Tuzitqinmi? Libash qarinboshlig'i, bugun sahar Charlash atirti bu yerda dushmanlar tarafidan o'ldirilgan bizning ichki qismimizdagi Fangpong yo'ldoshning jasadini bayqabdi. Bu 3 oydan beri biz 9 nafar xabar yetkazish xodimimizdan ayrildik. Sen pastga tushib ket. Xo'p. Ma'qul. Yo'ldosh Fangpeng 5-xabar yetkazguvchimi? Yo'q. Ha. Navbatda 5-xodimimizning ahvoli nihoyat xatarlik. Tunugin kech u eng oxir xabarni yetkazib bergan. Dushman taraf 5-nomerlik jasusning ularning sepit ekanligini bilib bo'ldi. Shunga har tarafdan izlashga boshladi. Bizmi uning bilan aloqa qilishga amalsiz qoldik. Dushman 5-xabarchimiz borlig'ini qanday bilib olgandi? Bu ish bekmi sirliq. Balkim ichimizda jasus. Ha? Jasus ba? Meningcha shunday bir xil tushuntirish usuli bor. Tunugin tushdan keyin texa uning bilan aloqalashgan edim. O'ylamagan yerdan kechda bola qiziq yo'liqibdi. Bu bizga selingan tahdid. Yo'ldosh Yusha, sizmi ko'rdingiz? Cho'ngchingga yoshiringan dushman kuchi nima degan ekan? Nima degan yovuz? Agar biz balduroq harakatga kelib, ularni yo'qotmasak, Cho'ngching bir kun tinch o'tmaydi. Shundaq. Cho'ngchingniki ichki daryoning cho'ng pristani va burun u Yagomidangning vaqtli poytaxti bo'lgan, bo'libmi Juntongning boshlanish o'rni. Banxuy tashkiloti, Juntong alohida vazifa qo'shini, jankashlik kuchlar bu yerdan foydalana oladi. Yana ahvolni bekmi murakkab deyishga bo'ladi. Yo'ldosh Yusha, hozircha qanaqa ipuchi bor? Necha kunning oldida odamlarimiz bir necha alohida vazifa o'taydigan xodimlarni tutibdi. Biroq ular to'r ishidagi odamlar emas, faqat tarqib etilgan harbiy qo'shinning odami. Vaqt bizni saqlab turmaydi. Hozirgi ahvoldan qaraganda, birinchidan biz maxfiy birlashib, ko'pchilikni safarbar qilib, to'r sirtidagi odamlarni yig'ishimiz kerak. Ikkinchi, yana maskagidek shaxslarni tanlab chiqib, dushmanning ichki qismiga bosib kirgizishimiz kerak. Bo'lmasa bizning harakat qilishimiz texmi tasga tushadi. Libash qarinboshlig'i, bilishingiz mumkin. Cho'ngching bo'lsa Juntongning boshlanish manbasi. Shu sababdan bu yerga alohida vazifa qo'shinning ish mumkinchiligi bor. Maxfiyatlikni a'lo bilmak, harakat nihoyat maxfiy, usul eng qabiy. Hozirga qadar 5-xodimdan boshqa xodimlar ularning sepiga muvaffaqiyatli kirib baxmadi. Hammasi maxfiy o'ldirildi. Qanday qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar, biz amal tepishimiz kerak. Qisqa vaqt ichida cho'ngchingdagi yoshirin dushman kuchini yo'qotishimiz kerak. Bo'lmasa, biz o'lib ketgan qahramonlarimizga yuz kelamaymiz. Libash qarinboshlig'i, men u qahramonning jasadini bartaraf qilishim kerak. Agar xabar bo'lsa, sizlar bilan aloqa qilishim. Bo'ladi. Xo'shamsa. Xayr, xo'sh. Boshliq. Ha, Shofa, bir ay sho'madi. Bu yoq 4-dala askar atirtining doklad yetkazish bo'limidagi Vuchang yo'ldosh. Sizga yetkazilgan jiddiy xabar bor. Ha, yo'ldosh Vuchang. Yaxshimsiz boshliq. Holba. Mundaq ish. Oldin kuni kech alohida vazifa o'tayotgan edim. Tongshuy hujum qilgan cheg'imizda Gomendangning Chingtang ismli mayori hujumda o'ldi. Uning yenidan Jangjashi bilan Mavrim Fengning o'z qo'li bilan yozgan xati, shundaqla Chungchingdagi Shapang Bada yig'in zalining qurilish xaritasi chiqdi. Shapang Bada yig'in zali? To'g'ri. Uning yenidan yana bir necha Yibingdan Chungchingga boradigan paraxod bildirimi chiqdi.
O bürkütü planı. Chunki Shabongbada yig'in zali Chongqingning shahri ichida bo'lganligi uchun bo'lim boshlig'i dushmanlarni Chongqingni harakat etib berish mumkin deb gumonlandi. Shunga bu materialni o'z qo'lim bilan sizga topshirib berishimni aytgan. Qani sizlar bir taraf qilinglar. Ha, sizlar ko'p rahmat. Liugang, bu ahvol nihoyat muhim. Bir necha kundan keyin Dala armiyasining qo'mondoni Shapingbada yig'in zalida Chongqingdan kelgan har qaysi vakillar o'migi bilan ko'rishmoqchi. Tunugun 5-nomerli xodimning xabar keldi. Umo bu tarafini tilg'abdi. Düşman yoshirin o'ltirish planiga yetakchilik qilmoqchi. Meningcha bu hargiz to'g'ri kelib qolgan ish emas. Boshliq, siz cho'qim dushman rahbar sifatida bordi demoqchi bu. Hozir bir nim demakdas. Ha, bo'ldi, beringlar. Ha, mening yo'ldosh Vuchang bilan deyishdigan gapim bor. Xo'p. Ha. Yo'ldosh Vuchang, mangach paralashayli. Vuchang. Juntongning mayor generali Chingtangni o'ltirgan odam sizlarning alayli jangchilarmi? U odatdagi jangchi emas. Bizning gazarmaning gazarma boshlig'i Yan Shuangyang. Yan Shuangyang? Boshliq, Yan Yingjang qaltis urush qahramoni. U necha qatam urushga qatnashib, 20-30 cha urush qahramonlik mukofotiga erishgan. Bizning atritimizda qo'mondondan tortib jangchilargacha hammasi uni maqtashidi. U degan atritimizning faxridan, ha? Hey. Shayton. Yan Yingjangning badan safhasi yaxshi bo'lib qolmasdan, yana qaltis mergandan, ha? Najuz odamning ichidan chiqadigan mergan. Anglashimizcha, burun askarlik qatnashmasda tapanch etish mahoratida laqim bor ekan-to'q. To'g'ri, yerimi odam, yerimi olvosdi, tangdish yo'q mergan degandek. Ha? Dongshandagi banditlar uning ismini anglasa, ishtidan chiqarib yetadi ekan-to'q. Yo'ldosh Vuchang, siz menga maqtash dokladini olib kelgansiz. Hay, boshliq, deganlarimning hammasi rost. Agar ishonmasangiz, men bilan qaytib bizning qo'mondondan so'rab beqing. Ha? Bu qatam Pengshuni ishg'ol qilgan chaqda dushmanning diviziya qismi oldidagi binoda hujum uchirdik. Bino ichida Juntongning 10 necha alayda odam bor ekan-to'q. Ular bizning 10-liyanning 40 necha odamni o'ldiribdi. Ha? Mo'shundaqmish bo'ldimi? Shundaq. Keyin Yan Yingjang o'z yolg'iz bino ichiga kirib, u yerdagi Juntongning 10 necha alayda odamlarini o'ldiribdi. Yana haliqi Chingtang degan mayorni bir taraf qilib atadi, ha? O'zi yolg'izmi? Shundaq. Buni yolg'on aytamdim. Bu yerga kelishdan burun bo'lim boshlig'i hamma ishlarning jarayonini tafsiliy deb bergan. Hargizmi oshkorlanib qilishga bo'lmaydi deb qattiq tavsiya qilgan edi. Yan Shuangyang. To'g'ri. Yan Yingjang, Yan Shuangyang bo'ladi. Liugang. Ba! Boshqarma boshlig'i. Mashin tayyorla, punchga boramiz. Xo'p. Shuangyang, qarg'ilish o'rni baqaltisgan. Men o'ylanib qoldim. Men bir necha qatim etib baqdim. Hammasi o'xshashla qochib ketdi. Miltiqda gap yo'q. Meningcha bu durbun yiroqni nishonlashga ishlatilishi mumkin. Biroq qarsangmi hech nimani ko'ramaydi ekansan. Turbun buzib qolganmi ya? Undaq bo'lmasligi mumkin. Meningcha ishiltish masalasi. Yordam qilaymi? Ha? Siz? Ha, men. Siz bu miltiqni ishiltalamsiz? Bu xildagi miltiqni biz Mavzir mergan miltig'i deb ataymiz. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Bu bo'lsa bir dona kengaytish taraytish turgi. Bu aynak odatga durbunga o'xshamaydi. Kitob tili bo'yicha aytganda merganlash aynagi deyildi. Ya'ni nishon ayniga qarg'a elish, aynak ichida qo'sh belgisi bor. Mana bu qo'sh belgisining markaziga nishonimizni nishonlaymiz. O'q jazisi odatga jazdan qisqa bo'ladi, ya'ni qo'pol. Har qaytimda 4 tal o'qni batligili bo'ladi. Miltiq uchi boshqa odatga miltiq uchi qarg'ana uzun bo'ladi. Bu qarg'ilish nishonini yuqori ko'tarishga foydali. Miltiqning sirtqi qismi alayda bo'lgan kauchukdan yasalgan. Tavrash kuchini oldini ag'li bo'ladi. Miltiqning keyingi qismini qatlashga bo'ladi. Merganlagan vaqtda ko'zimiz durbun aynigidan 10 sant yiroq bo'lsa kifoya. Bunda qilganda nishonni merganlashda gap yo'q. Qiyin sinab Ma'qul. Siz bu qurolni bak pishib biladigansiz-ku.
Chunki men qurol-yarog' mutaxassisi. Oh, qaltiskan. Qaraganda o'g'inish tas emaskan. Sizga nisbatan qiyin emas. Siz burundan bergan ilohiy. Biroq miltiq tutib boqmagan odam osonlikcha o'rganolmaydi. Gavjin, sen hozirlar miltiqni yaxshi otalaydigan 10 necha jangjini tepib kel. Miltiqni o'rganib qo'ysin. Ha? Tez bor. Shoyang, bunda qilishning hojati bormi? Meningmi o'ylaganlarim bor. Keyin deb beraman. Qaravul! Ba, Susxay, Xodagan, Göteden, Arjan, Lüteşin hemsi gazarımı kesin. Hop! Yuring, birdan paranglashaylik. Qani kiring. Siz bu yerda birdan o'tirib turing. Sizni birisi bilan ko'rishtiray. Qani. Sen daha ölmedin mi? Men texi o'lmadim. Biroq sen hozirmi o'lasan? Ne oldu? O daha ölmedi. Kim? Kim de ölmedi? Çantan daha ölmedi. Nime? Siz köreldiniz mi? Özünüz qarab beqin ha. Vay onun bu şey turğalığını iniq köygen tursam. Bu sizning xiyolingizga o'xshamamdi. Albatta undaq emas. Kelinglar. Ha! Qimirlama, dur. Hey, asli sen kimsan go? Meni qo'rqitratdingiz. Qo'rqib jinim chiqayli dedi. Hey, gazarın başlık ki. Emasmi? Acab tanıyamay qaptiq ha? Rost. Hey, başlayaq. Başlayaq. Kimingiz bek chiroyli Ha, ekan. shu. Bak chiroyli ekan. Kelin topdingiz. Bo'ldi, chiqib ketinglar. Agar men chingtang bo'lgan bo'lsam, sizlarning bu jininglar saqlanmagan bo'ladi. Ma'qul. Ma'qul. Chingtangning kiyimlari xuddi meni o'lchab tikkandek keldi. Siz bek o'xshaydi ekansiz. Agar tafsiliy qaramasam, chantaqmikin deb qolakenman. Shoyang, sen Changtangning siyaqi bo'yicha yasini o'lib, meni 10 jangchiga miltiq qilishni o'rgatdiging bir maqsadga deyilganmi qandaq? Men va sen tunugun bir kech kirib qolmay bir plan tuzib chiqdim. Qandaq plan? Salohiyatimni o'zgartib, dushman sepiga qo'shilaman. Chungchungdagi yarasti qo'shiniga qo'shilib, ularni bir yo'lda halok qilaman.
Xo'jayin, keldingizmi? Ular bormi? Pastda. Qandaq? 4-chi nomerli telegraf apparatidan xabar bormi? Pengşuy bilan aloqalashgandan keyin bir kecha bir kunduz bo'ldi. 4-nomerlik telegraf apparati tex jimjit. Ha? Bu qandaq ish? Bu zot qandaq ish? Ondaqda chata chiqdimi? Ha? Telegraf. Pangshui nahisini tunagun kech kompartiya ishg'al qilyapti. Chingtangning ahvoli nachar. Hey. Ular kompartiyaning qo'liga tushib qolmasa bo'ladi-ku. Chingtang chet elda tarbiyalangan. Uni qo'g'daydigan odamlarmi bir-biridan ustimarganlar. Meningcha uning hech sho'maydi. Rushan, uning bilan davomli aloqalash. Yaxshi-ku. Biyak yo'shurni bilib, Gomindangning generali bo'lay demsan? Bu Fatihfon Javidoning emas. Ha? Undaqda kimning? Changtang bili ep kelgan. Ha? Uning nim farqi? Albatta bor. Javiyachining deyishicha, Changtangning maqsadi Chongqing. Uning hujjat xaltisidan biz Chongqingdagi Shopangbada yig'in zalining qurilish xaritasini bayqagan edik. Shunga bu tarafi bizga maqsadini oshkorlab qo'ydi. O'ylab baqa. Chingtang planidan baldur Chongqing yetib berib, maxfiy planni ijro qilmoqchi. Shundaq bo'lgandan keyin u bir telegraf apparatini elib olmay, nemishqa bu Fatihfonni elib oladi. Seningcha bu g'alati emasmi? Bu tarafini o'ylab baqmabdiman. Yanimi o'ylab baqqan. Mavrimfing Chingtang yozgan xatida burkut o'g'lash planini tilga olibdi. Biz planning mazmunini bilmasakmi, ammo bir tarafi bizga nihoyat aniq. Changtang Chongqingga borgandan keyin hargizmi o'z yolg'iz vazifani o'rnayamaydi. Cho'qim boshqalar bilan ko'rishidi. Agar telegraf apparati bo'lmasa, ular qandoqmi ko'rishalaydi? Qarshi tarafga nimaga tayinib salohiyatini isbotlab berdi. Asosi bor. Undaqda demakchi bo'g'ining Menga bularning hammasi g'alati tuyulyapti. Zoda nima uchun? Bu Fatihfonga qarsam, bir yeri qamlashmagandek qiladi. Fatihfonning qanday qamlashmagan yeri bor ekan? Bu burmimiqlarni nima ishlatganda? Balkim osti ustini bog'lab turadigan mix bo'lishi mumkin. Nim qilmoqsan? Ich baqay. Bu degan o'lja, texi yuqoriga doklat qilmagan tursak. Shunga sendek bir siyosiy yetakchining oldida buzib ko'rib baqay dedim.
Sen meni guvohchilikqa tortmoqchi, shundaqmi? Nima ish bo'lsa, birga ko'mamdiq. Qalayimqan xiyol qilma. Buning ichiga nima patapti? Telegraf apparati degan shundoq yo'g'on tursa, buning ichiga saqlab bo'lamdi. Sen nimandaq borgan siri ko't-ko'tlashib ketding. Qandaq? Dedim-ku mumkin emas deb. Og'zingni yum. Og'zimni tikib qo'ysam, baribir buning ichiga telegraf apparatini saqlab bo'lmaydi. Bu rastlı telegraf aparatken o. Tushundim. Heliq yeşil sanduq maxsus telegraf apparatini soladigan sanduq ekan. Qaysi yeşil sanduqni deysan? Mana bu knopka. Bu antina. Sen qo'l qo'ydim. Bu yer telegraf apparatini yushirib qo'yganligini qanday o'ylab topding? Chunki bu Fatifon qamlashmagan vaqt paydo bo'ldi. Shundaqla amaliyotga faqatla mos kelmaydi. Shunga buning ichida cho'qim bir jim bor. Mang, xizmatchini uyg'ot. Ma'qul. To'rtinchi nomerlik apparatdan xabar keldi. Tez xo'jani qutqarish qil. Başlıq, tayyorlik bitdi. Shoya, biz yuqorining buyrug'ini olmadik. Agar yilonni o'rkitib qo'ysak, bu jinoyatdan ishkilimiz qochib qutulolmaymiz. Mening hukmimga ishon. Qarshi taraf cho'qim Chingtangning xabarini saqlab o'tadi. Ular bilan aloqalashmay, jafo tortib erishgan yipuchidan voz kechib, dushmanning qanday suiqasdlari borligini bilmasak, mana bu eng cho'ng ziyon tortish hisoblanadi. Men sana ishonaman. Doklad evet. Peng Shuini kompartiya ishg'ol qilib oldi. Biz bu qalaymaganchilikda shahar ichiga mo'kinib oldik. Avval kompartiyaning hujumidan saqlanib, ondan Yibinga qarab yo'lga chiqmoqchi. Xo'p. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Telegrammadan imdapti. Tangshui kompartiya tarafidan ishg'ol qilib olindi. Bu qalayimqanchilikda shahar sirtiga chiqamadik. Avval kompartiyaning hujumidan saqlanib, ondan Yibinga qarab Yaxshi. yo'lga chiqimiz deydi. Chingtang yaraysan. Telegramma qaytiring. Xabarni topshirib oldik. Yibinga borganda aloqalashaylik. Ehtiyot qilsin. Ma'qul. To'xta. Ha? Xo'jayin, nima bo'ldi? O Chingtang emas. Nima? Dokladning salmiqi, ritmi o'xshash emas. Aytgan so'zlarim o'xshash emas. Telegraf apparatini hozirlik etinglar. Tez itvat. Nima bo'ldi? Yana bir qatam yo'lla. Xo'p. Başlıq. Qarşı tərəfdən operatör çibib getdi.
Bu qandaq ish? Acaba oshkorlanib qoldikmi? Balkim bu bir qiltaq bo'lishi mumkin. Ular bizni kuzatyotidi. Telegram apparatini hamda ichivatgan. Qarshi tarafga maxfiy nomeringni aytib baq deb avat. Shoying, Javob qaytardi. sumaq. Nima debdi? Telegram maxfiy nomeringni aytib baq debdi. Telegram maxfiy nomeri? Nol nol bir 767 Chingtang. Hop. Xo'jayin 001767 Chingtang. Nahayt to'g'ri ekan. Chingtang'a yeshing, bu egizligingni aytib baqda. Hop. Yana nimda bezibdi? Hiyligar tulki. U meni Chingtangning yeshi va bo'y egizligini yezishga qistavotidi. Bo'y egizligini deyishqu oson, biroq yeshi Bu degan yolg'on o'yin. Ular Chingtangni o'zlarim tunimaydi. sen qandoq bilasan? Birinchidan, Chingtang chet elda tarbiyalangan. Vatanga qaytib Guyang shahrining davlat bexatarlik idorasida xizmat qilgan. Biroq qarshi taraf Chongqingda. Ikkinchidan, agar ikki taraf uzun vaqt ko'rishmagan bo'lsa, qarshi taraf davlat bexatarlik idorasiga udulli uni avatib, Chongqingda ko'rishga buyruq tushirsa bo'ladi. Hargizmi Mavrongfangning xati bo'yicha uni taklif qilmagan bo'ladi. U xat Changtangning salohiyat guvohnomasi. Shu sababdan Changtang uni har vaqt yanada saqlab yurgan. O'ylab baqa, agar ular rostli ko'rishgan bo'lsa, yana salohiyatini isbotlaydigan guvohnoma ketamdi. Bu gapning asosi bor, biroq bu xatarlik. Javob qaytar. 41 yosh. Bo'yining egizligi 1.80 m. Qirq bir yosh, bo'yining egizligi 1.80 m. Javob qaytar. Mal bexatarmi? Hop. Nima deydi? Mal bexatarmi? Bu nima degani? Qandoq mal? O Javyochini deydi. Javyochin? Javob qaytar. Intayin bexatar. Tuqqanlari bilan mehrini uzamadi. Kayfiyati turaqliq emas. Men cho'qim diqqat qilaman. Xo'jayin. Javob qaytar.
Yibinga baganda aloqalashayli. Ehtiyot qil. Ma'qul. O'qi. Yibinga baganda aloqalashayli. Intayin ehtiyot qil. Qarmoqqa ilindi. Javob qaytar. Topshirib oldim. Hop. O Yan Shuangning chotni xato suqdi. O qandaqsiga boshqalarning salohiyatiga kirib olib, dushmanlar sepiga kirgudek. O ya bir yo'shurun partiya bo'lmasa, o ketib qolsa alaydi gazarni qanday qiladi? Kimga topshirdi ekan? Lawson, Ha? siyosiy komissar nima qiladi? Gap bo'lsa ochiq degin. Hey, qo'mondan, hozir ochiqingda beshing yerilib ketay deb qoldi. Siyosiy komissar menga yo'lanchiq bo'lmoqda. Bo'ldi, gap o'ynatma. Ma'qul. Qo'mondan, meningcha yo'ldosh Yan Shuangyingning bu plan nayt yaxshi o'pdi. Nayt mos gapdi. Bir necha kunning oldida dala armiyasining qo'mondoni har qaysi qismdan o'tinib, hammamiz birlikda moslashib, G'arbiy Janub rayonidagi yo'shirin dushman kuchlarini tozalashni o'tingan. Yana kelib dushmanlar Chongqing, Chengdu, Guyan qatorliq shaharlarga yig'ilgan. Agar Yan Shuangying Chingtangning salohiyatiga kirib, dushmanlar ichki qismiga bosib kirib planni amalga oshira olsa, qarshilik ko'rsatuvchi kuchlar hammamiz birlashib uning opirini etgan bo'ladi. Shunda, Lavching, so'ng bilim boshlig'i to'g'ri aytadi. Mavrinfangning Chingtang yozgan xatidan ko'rilishib bo'ladiki, Chingtang Juntongning ichidagi eng yuqori qatlamli qo'mondan. Balki maxfiy ishlar uning bilan birli bir taraf qilinishi mumkin. Shu sababdan Yan Shuangyingning jasuslik plani g'alaba qozonib qolsa, bizmi har vaqt dushmanning plani va suiqasdlarini bilalaymiz. Shuning bilan bir vaqtda butun dushman kuchini to'g'ri ichiga kirgizalaymiz. Siyosiy komissarim. Qoidani men tushundim. Biroq buning qanchalik xatarli ekanligini o'ylab baqdinglarmi? Yan Shuangying 10 necha qatim cho'nkilamdagi urushlarga qatnashib qahramon degan nomga ega bo'lgan. U degan bizning atvorliq jangchimiz. Sizlar doim agar g'alaba qilib qolsa deydi ekansizlar. Agar g'alaba qilolmay qolsa-chi, u qaytib kelalamdi. Yo'ldosh Shuangying askar bo'lgan 6 yildan buyon sharq shimoldan tortib Pingjingga kelgan. Bu qatam yana Sichuandagi dala armiya urushi qatnashdi. Nurg'un qatam hayot xavf ichida qolganda qutulib chiqqan. Har qatam vazifani nihoyat yaxshi oxirlashtirdi. Meningcha, bu tarafini o'ylasak, u nurg'un tajribalarga ega bir talant egasi. Gapni chiroyli qilamiz. Biroq tasoddifiy. Yana kelib sizlar mukallamlarni silkib yetinglar. Chongqing bo'lsa 2-chi dollar armiyasi boshqardi. Biz 4-chi dollar armiyasi faqat tashqi jihatdan hamkorlashamiz. Bu planni tasdiqladimi deyli? Yana 2-chi dollar armiyasi bir taraf qilish kerak. Ular nima deb o'ylab qoladi? Ularning qo'shilish-qo'shilmasligini sizlar o'ylab boqdinglarmi? 2-chi dala armiya boshqarmasi butun kuchi bilan qo'llaydi. Voy, Loli, seni qanday shamol uchirib keldi, ha? Men sendan askar ariyat olaymikin deb keldim. Bo'rini erkin tutinglar. Miltiq uchini pastga qaratinglar. Itinglar. Itinglar. Doktor Kazar başlığı, komandan geldi. Mangayli. Komandan, siyasi komissar, başla. Senza o'zingni o'zing qilding. Ha, tanishtirib qo'yay. Bu yaxshi 2-chi dollar armiya boshqarmasining boshqarma boshlig'i Yamping bo'ldi. Başla. Bir necha kundan beri sen to'g'riliq rivoyatlarni anglab qulog'imga bez tushay deb qoldi. Bugun oxiri bizning qahramonimiz bilan ko'rishga nasib bo'ldi. Rahmat etdingiz, marhamat. Ha. Qani. Yaxshi, to'g'rilar. At. Bu yoq Chingtang vazifa ijro qilishga birga epmangan u burkut planidagi qurol yarog' mutaxassis Javyachin bo'ladi. Ha. Hay. Yangi gazarm boshlig'i, sizlar nima qilyapsizlar? Jasos bo'lishning tayyorligi, jangchilarimiz dushmanlarning yangi tipdagi qurollarni ishlatishini o'rganmasin degan. Qarang buningga, bizdimi atrofliq o'ylanibdi, oldimizga o'tyapti. Uni sal chig'lab qolma. U degan pishqadam razvedchik. Ha, yaxshi. Yo'ldosh Shuangying, nazar doirang keng, qobiliyating bor ekan. Kirib qaranglaylik. Başla, marhamat. Eng nodir, eng yangi, suzukligi yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Yo'ldosh Shuangying, sizning alohida doklad bo'limiga yo'llagan planingizni ko'rib chiqdim. Mumkinchiligi yuqori ham atrofliq.
Hozir ko'z qarshingizdan anglab boqmoqchiman. Qo'mondon, siyasi komissar, Li boshqarma boshlig'i. Tunigun kesh biz Chingtang yanida ep yurgan Fatifun ichiga yushirib qo'ygan bir telegraf apparatini tepib chiqdik. Ha? Telegraf apparati? Vaqt masalasi tufaylidan sizlarga vaqtida xabar qilamadim. Shundaqla Chingtangning yanidagi maxfiy telegraf nomeridan foydalanib, Chongqing tarafdagi yoshirin dushman kuchi bilan aloqalashdim. Sizlar Chongqingdagi yoshirin dushman kuchi bilan aloqalash bo'ldinglarmi? Mana bu telegraf mazmuni. Nəhayət yaxşı qıpsan. Düşmən tərəf nəyrən işlətkən bolsunmu, siz yanıla ularning ustidan g'olib kepsiz. Qaraganda ular bu yangi Chingtangni qabul qilgan o'xshaydi. Hey, endi gap oxirgi o'yinni qandoq o'ynashdi qoldi. Qani, o'ltiraylik. Men o'ylanib qo'ydim. Plan bir necha qismga bo'linadi. Hammasi maxfiy ep beriladi. Avval maxfiy nomerni ishiltish va telegraf apparati, Davlat bexatarlik idorasi, Guyangdagi alayda vazif atirdi. Yana Chingtangning burungi rahbarlari bo'lib, hammasini bir qatimda to'g'ri tushirishimiz kerak. Birinchidan Javyachining uyliklarini qutqizish, ikkinchidan uning burungi rahbarlarining Chongqingda vazif o'tishini to'sishimiz kerak. Nayt yaxshi. Atrofli o'ylabsiz. Men qaytibla 2-dala armiyasining Guyangda turishli xabar yetkazish bilan aloqalashay. Bugun kashli ishni boshlaylik. Keyingi qadamda men 10 munavvar askarni tanlab, Chingtangning qo'dg'ishtirish sifatida elib, Javyachin bilan Yibinga berib, paraxot bilan Chongqingga yetib borman. Ondan qarshi taraf bilan ko'rishib, ularning ishonchsiga erishib, o burkut planining mazmunini tez suratda egallashim kerak. Bu telegraf tekstlariga qarasaqla, qarshi tarafning hil nayranlari ko'p. Yoshirin harakat qilishning peshvosi ekanligini bilib olaymiz. Shu sababdan bu qatimki harakatda nihoyat ehtiyotchan bo'lib, hargizmi ularga chandurib qo'ymasligimiz kerak. Xotirjam bo'ling. Cho'qim shunday qilaman. Javyachin degan bu ayolga ishonchingiz bormi? Hozir bir nim demak tas. Uni tushunadigan fursat nihoyat oz bo'lib qoldi. Biroq u bu plandagi kambos bo'lmaydigan birdan-bir muhim shaxs. Changtang o burkut planini amalga oshirish uchun uning taxti silib, butun oilasini go'rak elib olibdi. O'ylab baqsam, u agar yolg'iz bo'lgan bo'lsa, Juntongning mayori bo'lgan Changtangning munda qilishi mumkinmi? Tunugun keshdagi telegraf tekstida qarshi taraf malning bexatarligini tilga oldi. Mal cho'qim Javyachin bo'ladi. Mana bu tarafni isbotlab baqdim. Bizning odamimiz uning o'rnida berib, siz bilan vazifa o'tisi qandaq? Javyachin qurol-yarog' mutaxassisi. O'q-to'ra qurol-yarog' yasashni puxta biladi va ishiltalaydi. Bu tarafini o'ylasak, bizning odamlarimiz o'rnini bosamasmikin? Meningcha, yanala u o'zi bu harakatga qatnashsa yaxshi. Bundaq bo'lsin, men Guyang axborot idorasiga yo'ldoshlar bilan aloqalashay. Ular uning tarixini tekshirib baqsin. Eng oxirgi bir ish bizning aloqalash usulimiz. Bexatar shart belgilarini ishiltaylik. Boshqalarni solsak bu bakma xatarlik. Eng yaxshisi men yolg'iz siz bilan aloqalashay. Mening salohiyatimni faqat boshliq o'zingizni bilsangiz bo'ldi. Davron silishning hojati yo'q. Bu tarafiga men va'da beray. Bugun siz bilan baldur ko'rishdagi sababmi? Mush tarafini o'ylaganimda. Chongqing Shoppingbao, Janubiy ko'cha, 16-nomerli do'kon. Chongqing Yarasti partiyasining qatnash bekiti. Burun ishiltilib baxmagan. Meningcha mush eng muvaffaq. Undaqda mening siyosiy yetakchim Gavchen shu do'konning xo'jayini bo'lib, bizni maxsus ko'rishtirishga mas'ul bo'lsin. Qaraganda hammani atrofli o'ylab bo'psiz. Chongqing Yarasti partiyasi ichidagi 5-nomerli xabarchimiz dushmanning ichida jasuslik qilyotdi. Qaytib borgandan keyin men boshqani o'rinlashtiray. Agar fursat bo'lsa, u siz bilan aloqalashib, harakatingizga moslashsin. Undaqda texmi yaxshi.